300 təs soğucasa abod oquş psixologiyası iqra mənbədə oquş psixologiyası oquş psixologiyası haqqında yan türdə toxtalğan olub asaslıqı oquşning insonning aqliy va ruhiy sog'lomligi uchun qanchalik muhimligini shundoq cho'nqur neurologik neurologiyalik bilimlarini tushuntirgan o'qish psixologiyasi haqidagi asosiy tushunchalar kitobning mazmuni va avtorlari. Mazkur kitob iqtiro o'qima psixologiyasi o'qimagan bular iqtiro o'qish psixologiyasi o'qinganlar sara bo'lib qoladi deb nomlanadi. Bu tədqiqat navoiy kasalliklar mutaxassisi psixiatr uzman doktor Hamdi Kalundo Hamdi Kalundo va nel kasalliklari mutaxassisi Norvegiya uzman doktor Hikaya Oat birlik elib borgan. Bu kitob o'qishning inson psixologiyasi va ma'nosida bo'lgan alohida ta'sirlarini tushuntirish uchun yozilgan. O'qishning ruhiy va aqliy ahamiyati o'qish tushunish va tafakkur qilish inson miyasining bir-biriga bog'langan eng yuqori faoliyatlaridir. O'qish bo'lmasa, aqliy qobiliyatlarimiz yetarli darajada vazifa o'talmaydi. O'qish aqliy puturlikni shakllantiradigan qobiliyatlar bilan duos yoki vositalik munosabat bo'lgan bilimning yordami va yo'ritishi orqali o'z maqsadiga uyg'un ijro qilinadi. Aqlning qo'dilishi bilim bilan mumkin. O'qish orqali bilim elish aqlini saqlab qolishning tapartidir. O'qishning menga bo'lgan ta'siri neurologiyalik foydali. Bilim bilan tafakkur qilish meni hujayralarni bo'da beqishga muhtojdir. O'qish miyaning asosiy hujayralari bo'lgan neyronlarni o'rib ketish xavfida saqlaydi. O'qish miyaning qon aylanishini beyin, qon atm va elektr faoliyatini beyin, elektrik aktivitasi oshiradi. Aqliy iqtidorning to'ralishib, aqlining oziyishi degan ma'nodagi demensiya sabab bo'lib qolish, bulama, nekkish, ko'rish yoki butunlay yo'q qilishdagi birinchi ma'murlik to'g'ri o'qish, tushunish va tafakkur qilishdir. 20 yoshdan boshlab har kuni taxminan 50 ming atrofida nerv hujayrasi o'ladi. Bu yiqilishning oldini olish uchun yagona tadbir o'qishdir. O'qishni uning ikkileri misharini beynin iki yazsın, maslashtirib ishlatishga yordam beradi. Bu insonning qobiliyatini ko'rinarlik oshiradi. O'qilganlikning psixologiyalik oqibatlari o'qish iqtidorini qabul qilgan insonning o'qishdan bosh tortishi, o'zini o'ziga yetarli ko'rish orqali yo'ldan chiqib ketish ozg'inlik deb qaraladi. O'qimaslik o'zini inkor qilish ma'nosini bildiradi. O'qishdan yiroq turganlarni 30 yoshdan keyin saqlaydigan xavf demensiya bunama dorg. Demensiya aqliy iqtidorning yiqilishini keltirib chiqaradi. O'qimaslik orqali inson xususiylik aqliy jihatdan kamlik, funksiyonlar gari, zakolik holatiga tushib qolishdan saqlanmoqda, ya'ni aqlini yetarli ishlatmagan odam aqliy jihatdan kamtik hisoblanadi. O'qimagan kishilarda doim uchraydigan bir alohidalik ko'tarolmaslik tag'imsizlik bo'lib, ularning qovisiga o'rnashgan yerim yalan bilimlarni munozara qilishga unmaydi. Iqrot o'qib buyruqining ahamiyati. Qur'on Karimning insoniyatga aratilgan tunji buyruqi haqida o'qidir. Bu buyruq azaldan ahamiyatini yo'qotmaydigan butun insoniyatga yuzlangan ulug' kitobdir. O'qu buyruq Qur'ondagi boshqa buyruqlardan avval kelgan bu uning hayotni qutqilish ta'limotnomasidagi birinchi ma'murlik buyruq ekanligini ko'rsatadi. O'qu buyruqini aqlli kishi qabul qiladi. Bu buyruqqa qarshi chiqishning jazolaridan biri miyaning qurilishi, ya'ni saranglashib qolish jazosidir. O'qishning psixologiyalik boshqa natijalari o'qish orqali to'g'ri bilimga erishgan insonda o'rinsiz qo'rqishlar yo'qoladi va hurriyat maydonga keladi. O'qish, tushunish va tafakkur qilish orqali da'va bilan uch turli suhbat dialogi o'rnatiladi. Ilohiy uchur Qur'on orqali, tabiat, koinot orqali va hayotiy voqealar orqali o'qiganni tushunish faqat organik omillarga bog'lanib qolmasdan, balki tarbiya, madaniyat va zehni pozitsiya, zigizal turish bilan munosabat bo'lgan iqtidordir. Zehni pozitsiya bizning bilimlarimizga, mo'ljalligimizga va madaniyat yetirishimizga bog'liqdir.